Xo'p, Express.js o'zi nima narsa? Biz Node.js'ni bilardik. Node.js'da o'tdik o'tgan darslarda. Node.js o'zi nima ekan? Uni ishlatib ko'rdik, API chiqarib ko'rdik, HTTP zapros, fayllar bilan ishlash, fayldagi ishlar, kodlarni bir-biriga import qilishni ko'rdik. O'sha Express.js kutubxonalarni bir qisman ko'rgandik sizlar o'tgan darslarda. O'sha Express.js'ni biz nima o'rnatib olish, kutubxonasini, HTTP kutubxonalarini o'rnatishni ko'rdik, PS va hokazo kutubxonalarini o'rnatdik. Bu endi biz Node.js'da ko'proq kod yozardik. Endi framework degan ma'nosi ham xuddi shunday, ya'ni framework degani o'sha yengillashtirish kodni, masalan Node.js'ni o'zida yozsak nima, Express.js'da yozsak nima, ikkalasining farqini tushuntiraman sizlarga hozir. Xo'p, Node.js'da yozsalaring kod, masalan, primerni 20 qator kod yozsalaring Node.js'da o'sha kodni, Express.js'da yozsalaring kam kod yozasiz, 8 qator, 9 qatorga kamayadi, 20 qatordan. Ya'ni o'sha kodimizni qisqa yozishimiz va maqsadli yozishimiz uchun bizga nima Express.js kerak bo'lar ekan. Bu yerda mana tushuntirilgan o'zi, o'qib chiqsalaring shu aytilgan. Va undan tashqari pastroq tushunadigan bo'lsak, routing deydi, ya'ni yo'naltirish. Yo'naltirish nima degani? Masalan, bizning yuzerimiz kirdi. Node.js'da biz nima qilardik? Yo'naltirardik. Ustiga bosgan payti kontaktga o'taverardi, aboutga o'taverardi, to'g'rimi? Shu narsani biz qilib ko'rgandik o'tgan darslar bilan birgalikda Node.js'da. O'sha yo'naltirish uchun juda tez, o'sha URLlar bilan ishlashimiz uchun URLni biz o'tgan darslarda ko'rgandik. Va xuddi shu kodni qisqartmasi, mana cons Express.js o'rnatilyapti va appga Express.js'ni tenglab qo'yapmiz. Postda, portimizda 300 port qaytyapti. 300 port qaytgandan keyin pastda app.get yordamida men olaman, shundaymi? Get yordamida men olyapman slash'ni. Slash degani home page, ya'ni bosh sahifa. Va virgul qo'yapman, request va response, ya'ni request boradi, response qaytish kerak. Ikkita parametrimiz bor funksiyaning ichida va uning ichida restda responsimizni qaytyapti, ya'ni mijozga qaytishi .send yordamida men mana bu tekstni nima qilyapman? Uzatyapman foydalanuvchiga. Portda, mana bu 300 portida. Biz response yordamida, send yordamida biz shu tekstni qaytaramiz. Responsda request nima edi, response nima edi? Request boradi, response qaytadi. Biz response deyapmiz, ya'ni qaytishda yozyapmiz. Biz serverimizdan ma'lumot frontendga borganda, ya'ni mijozga ko'rinishini aytyapmiz biz. Mijozga bizni mana bu tekst nima qiladi? Ko'rinar ekan mijozga. Va app.listener, ya'ni bu degani o'qiyapti, port deyapmiz, ya'ni shu tepadagi portimizni berib yuboryapmiz, ya'ni arrow function ichida console.log bizni portimiz pastga tushadi, 300 portda bizda nima ishga tushar ekan. Ichini olsak, bizda mana bu tekstimiz foydalanuvchiga backendga nima tekstimiz kelgan bo'lar ekan. Xuddi shunday HTTP modul va JSON modullarini biz ko'rgandik Node.js'da. Express.js'da ham bor ekan. Express.js'da ham o'z mana pastroq tushungan bo'lsak, Express.js'da REST API bilan ishlash. HTTP zaproslardan biz bilardik get zapros, post zapros, put, patch va delete zaproslar bor edi. Get zapros nima qilardi? Serverdan ma'lumotni olish uchun ishlatiladi. Post zapros serverga ma'lumotni nima qilish, joylash uchun ishlatiladi. Va put bilan patch, put tahrirlaydi, patch qisman tahrirlash uchun ishlatiladi. Delete serverdan ma'lumotni o'chirib tashlash uchun ishlatilar ekan. Va bizga bu yerda aytyapti, eslatma, o'sha app.user qavsida express.json deb ishlatilar ekan. JSONimiz, o'sha JSON ishlatmoqchi bo'lsak, app.user bo'ladi. Bu o'zgaruvchimizdan kelyapti. Va express kutubxonasi .json da ishlatadigan bo'lsak, biz JSON da ishlatar ekan. Keyin bizda middleware degan tushuncha bor. Middleware nima narsa? Middleware ahrana deb olsak bo'ladi. Masalan, bizning serverimizga ma'lumot kelayotgan payt xavfsiz kelyaptimi, login qilganmi, registratsiyadan o'tganmi, barchasini tekshirib turuvchi nima funksiyani biz middleware deymiz. Middleware o'sha yuqorida aytganimizdek, biz ahrana va bu yerda ham tushuntirilgan middleware vazifasini o'sha requestda bizda borayotgan payt serverdagi ma'lumotni middleware tekshirar ekan. Xuddi shunday bizda ma'lumotimiz responsda qaytayotgan payt, ya'ni mijozga bizning ma'lumotimiz qaytayotgan payt tekshirish uchun ishlatilar ekan. O'sha middleware vazifasi. Mana yerda ham tushuntirilgan 3 ta nimasi, auto identifikatsiyada o'tganmi, login qilganmi,
va fokus xavfsizligi bormi? 3 ta tamoyilga qarab middleware serverdagi ma'lumotni borayotganini, kelayotganini tekshirar ekan. Umuman olganda Express.js biz ko'rdik. Express.js o'sha Node.js'da qisqartmasi. Biz masalan Node.js o'zida ko'p kod yozsak, Express.js'da kamroq yozamiz. Bu yil hech qancha buni o'zgarish joyi yo'q. Node.js'da biz kodni qanday yozardik? Tipa shunday bo'ladi, faqat qisqa yozamiz. Qisqa degani hozir keyingi darslarda ko'ramiz. Bu darsda ham mana pastga tushirganimiz 5 ta vazifa bor. Shu 5 ta vazifa qilasizlar hozir. Masalan, oddiy misol serverdan kelyapti. User azbekka masalan user/azbekni mana bu nimasi bo'lsa, sahifasi bo'lsa, bizda nima? Salom azbek degan prosta tekst qaytish kerak. Requestda. Request boradi, response'da bizda salom azbek degan nima qaytish kerak. Tekst qaytish kerak. Serverimizning o'zida. Bu birinchi vazifa. Ikkinchi vazifa oddiy kalkulyator. Ya'ni bizning kalkulyatorimiz bor. O'sha kalkulyatorimiz bizning natijani nima qilish kerak? Ekranga chiqarishga. Bu get zapros deyiladi. Va JSONda qilinadi. Bu 5 ta vazifani hozir qilasizlar, PDF da yuklayman. Undan tashqari mana bu kodni ham yozib o'yinglar. Express.js'da yoziladigan kodni. Bo'lishi bugungi qilayotgan ishlaring shu. Keyin undan tashqari o'tgan darsda sizlar qilgan botlaringni GitHubga qo'yishlaringni so'rayman. Gitdan tashqari ular yaxshi ishlashlaringni so'rayman. Sizlarning prezentatsiyalaringni men keyingi hafta emas, keyingi hafta front-end prezentatsiyasi bo'ladi. Keyingi haftaga qoldirdim. Qo'lni chiqib o'zlaring haqlaringda, GitHublaringda shuncha aytdim to'ldiringlar deb GitHublaring haqida va undan tashqari sizlar botlaringni tushuntirib berishlaring kerak. Men sizlarga o'tgan dars safar ham aytdim. Buni birinchi menga tushuntirib berasizlar. Keyin bora-bora o'zimizdagi 5 ta guruhim keladi, o'zimning guruhimdagilar keladi, boshqa yo'nalishlarda. Sizlar chiqib o'zlaring backend yo'nalishlaringdagi masalan Telegram bot qilishni hozir ko'rdilaring-ku. Shu Telegram bot qilganlaringni gapirib bersang kerak. Toshda boshqa timlaring, ya'ni boshqa bir sizlarda guruhdoshlaring bilish kerak sizlar nima ish qilayotganlaring. Bir-birlaringga xolos fikr, ular front-enddagilar sizlarga nima qilganini tushuntiradi, backenddagilar Telegram bot va backend qismini qilganini tushuntirib berish kerak, chiqib ko'rsatish kerak. Understand? Bu soft skill'laring ham yaxshi ertaga. Mana gapirishni o'rganasizlar. Muloqot, masalan, chiqib o'zlaringni xolos fikrlaringni yetkazib berishlaring kerak. Bundan buyog'i men sizga aytaman, endi to'g'ri MongoDBga ham nima qilamiz? Doskaga chiqib kodni yozasizlar. Menga har bitta bundan keyingi darslardan kodni tushuntirib beraman. Men qachon klaviaturani o'ylayman bunga, kompyuter o'zi. O'tirib kod yozasizlar. O'sha kodni bo'laklarni men yordam beraman o'zim ham. Kodni yozasizlar, men ham yordam berib kodni yozishaman. O'sha kodni yozganlaringdan keyin menga ustoz mana shu kodni mana shu bo'lagi, mana shu vazifani bajaradi ustoz. Ya'ni menga men sizlarga eshitaman. Men uchun shu kungacha eshitdilaring, to'g'rimi? Men tushuntirdim, boshqa narsa qildim. Men yana yordam beraman. Shu chiqqanlaringdan keyin o'zim yana qayergadir tushunmay qolish bo'ladi bu narsa. Tushunmay qolsanglar yana men sizlarga yordam beraman. O'sha joyini keyin sizlar tushunganlaringdan keyin menga shuni tushuntirasizlar. Tushunarli? O'shani qilmasam ko'plaring qolib ketyapsizlar. To'g'ri o'qiyotganlar bor ichimizda, lekin ko'rmayapman men o'sha. Kim o'qiyapti, kim nima ketyapti, kim qanday ketyapti shuni bilishim uchun to'g'ri men chiqqanlaringdan keyin qila olmasizlar. Men hech qachon birontadan so'kmaganman, tanbeh bermaganman biron marta. Chiqdilaring, men chiqsalaring ham hurmat qilaman. Men chiqdilaring, prosta kodni yozasizlar, vazifani o'qiysizlar, kodni yozib boshlaysizlar. Qayergadir tushunmay qolsalaring, men sizlarga yo'nalish beraman. Tushunarli? O'sha hozir shuncha aytaman, kompyuterda yozyapsizlarmi? Yozayotgan ishlaringni o'zlaring bilinglar. Toshda ertaga chiqargan paytim, shuni nima ekan deb savol bergan paytim menga javob berishlaring kerak. Tushunarli? Videoni to'xtatyapman.